Ona. Canım balam. Obdan tutun mu ana? Sağ salamet kaytıp geldiniz mi canım balam? Göğüm geldi sizin. Vay balam. Ahır tükettiniz bu okuşunu. Oy. Raziye sanım için okuştuk bana. Ben turdum Okan. Yaktım Okan. Esselamu aleyküm dada. Aleykümselam. Bana. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Hadi ağabey kam yapma. Selamet geldin mi? Ha balam. Yolda kerkiş pulum yetti mi? Yetti dada yetti. Rüşengül çay demlep çıkar. Tamam kıla. Bo'ldi bo'lmasa qo'g'in tavozlama chiqam. Tamam kıla. Ya Allah balam. Hanım bu okuş bitirip kaytıp geldiniz. Sizge hiç yolunuzga to'la qarab ko'zim teshilay dedi canım balam. Qaysarjon. Diplom ala oldingmi yo imtihondan o'tolmay diplomingni maktab tutib qoldimi? Xotirjam bo'la aka. Elbet ekilmanda yaxshi o'qib, bakalavrlik unvon deb keldi dexe. Ep ko'sib qo'ymiya. Hay bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. Sening yaxshi o'qiydiganiga ishonaman. Rahmat aka, rahmat. Aka, bir ko'rib bakmaylım ha. Diplom degan qanday nima be? Shunaqmi dada? Ha? Alayapkan ko'rili. Mana dada. Mübarek olsun balam. Okuşunu ahire el birlik tüketip kaytıp geldim. Bizden öyümüzdün mü âli malumatlı ziyaliyeden bir çıktı bana. Şundak. Vay balam. Musafirçilikte 5 yılını bitkizgiçe. Tozu capa çekkensiz balam. Kaçan toşa bu 5 yıl degenden? Bana ahir bu 5 yıl toştu. Sizlar ba, men o'qishtirimni xotirjam tugitib keldim mana. Muborak bo'lsin uka. Rahmat aka, rahmat. Ekla akama bir ko'rib bakay. Ya Allah uka. Muj depten alımı dep 5 yıl o'qib keldin aşağıda ağır olap ha. Qiziq gap qilasan da Qosimjon. Gap bu daftarda emas. Ha. Qo'sig'idagi umashda. Uning o'rganib kelgan bilimlarini kallasini echib ko'rilmaydi. Mana mushu diplom bilan isbotlaydigan gap. Shunda ama. Ha, jamshikda ba. Qani, qo'g'indan. Ha dada, qo'g'indan ola. Ben yemeği turayım ki balam. Aş kaldım kuzuyan kılıdı ki. Voy, oldin qaytdim men avval pegan doğrular tugab qoldim ha. Ha, o doğrunda payda kıldı balam. Azrak bak. Balam Qasımcan, qo'yni suyab qazan tiqmaydi ma. Astagfirullah. Bak gap bilan bu o'tirib qolib emasmi ya? Unutib qoldim. Stafka manda. Anda bo'lsa, mening ozroq ishim bor, chiqibdi kerak. Siz bilan paranglashib turanglar. Ha? Vay, neye varız bular? Soatjonga tushdi ko'rishlar deb qo'yib ketganman. Saqlab qolmasin. Ayol olmaylik kirma. Voy balam, mushning cho'qib ketmaydigan sen. Voy yo'q ana, tamog'ing tayyor bo'lgach kirpilma. Men qo'l so'yishga yordamlashamak etsam, mush to'dga odamda pul degan faqat jim o'tirmaydi. Bunda ishqa o'zingning ip va emasmi ukam? Ham to'g'ri tusharkan. Ha, bo'ldi. Qaysar ansmaga atgansa yordamlashmoq. Voy balam, qaysarja erib echib kelganda buni avar qilmay, o'zingdan besh qilib ita. Ana, ham yetib, yeydigan şey ajrat qoldi. Ma Qaysarjon qaytib kelgandan keyin, ma uyning ishida andimini yordamlashib, ozdir ko'nmisi bo'lmaydi. Shundaqmi ya dada? Menga balamsa dasmekina. Emas men chiqib kelaydi. Bak balam, bak. Ha. Assalomu alaykum Qayimjo. Anda Bekran xon. Anda. Jizimni yaxshimi? Obdastudingmi? Bu sizning o'yda bak bir varang cho'ngib ketib bordi. Biraz keldimi ya bu? Meyman chaqadingmi ya? Bizning Qaysarjon o'qishni tugatib, taqa boy qaytib keldi. Ha, ketdimi? Keldi. Chep yaxshi bo'pti. Bu iningli kasibi o'tirib birda bir mungdishay demay, yana talag'i mangdinglamanda. Azaq zo'ri bir ishim bor-da. Beribdi kelib. Ha? Ya Allah Qayimjon. Mush pul degan bog' odamni faqat o'tag'izmaydi, ha. Ve iningli kelgandan keyin biroq qo'yning kallasini elib, bir qon qiygansizlar. Albatta. Qon qilmasak bo'lamdi. Aras. Kirib o'tirib chiqtasizmi? Ha, kirma. Maqa. Men bir zo'ri ishvat berib kelay. Ma'qul.
ne degende haydab ketganda taqa. Boshqa odamning yo'qdek. Go'shib chiqaychi. Ras. Birdan qayrt o'ynab. Go'sh pishqandiroq kelmamdimi? Ha, shunda qilay. Oy. Boy amacım var. Açı. Bak. Assalomu alaykum. Oy. Aleykümselam. Kelin. Ag'illar. Ha. Mana bir to'lab qo'yaydimi, boshlab ketdinglar. Tövbe. Hey, biz sekretar emas uyga kirib to'lab chiqdirganga. Yaqcan, xotini eshik kirib chiqqan tayinlar, ha? Taqo. Tuzuk kep qilinglar, tuzuk. Men sizlar emas, xotinning paypqini uyda o'tirib juydigan. Voy. Ha, Qodir akamning alqi kichik o'g'li Qaysarja o'qish bitirib ketgan. Ha, yo'lda qaymoqni uchrab qoldi. Shuning birdan bir paranglashib qoldik shu. Tövbe, hey. O o'qish bitirib keskin bo'pti. Hadi yo, besh qilgandek o'qish bitirib ketgan deb ketgandi. Men sana desam baqo, oning cho'ngda desa, mening cho'ng dadamga burun malayop ishlatgan. Asli o'tgan qalandava. Hozir anda yo'g'onchilik qilmasin qalandalar. Kim bilmaydi qalandalni? Tataxo. Ha. Üzangli jep qaynab ketdinglar, yerim cho'g'in suvda. Men sizni birnim demagandimmi? Men sizni birim dedim-mi, ha? Ben deb qo'yay, sizlar ani kendim boshliq so'kildangizmi? Ha, muzayning yugurishi samonlaqacha. Ko'rimizdaqa. Bamishkunga. Ha, bo'pti, o'ynanglar. Ha. Qaysarjon. Savoqdoshlaringning ichida Urumchida qilib qolganmi bormi? Bor. Savoqdoshlarning ba'zilari aspirant imtihon berib qoldi. Yana ba'zilari hukumatning yangi chiqqan ish o'rnaштirish siyosatining foydasini ko'rib, idora organlarida qilib qoldi. Yana ba'zilari shu shirkat korxonalarda ishlaymiz deb qoldi. Lekin savoqdosh bolaning tangdan tulisi, ya'ni yurtimizga qaytib keldik. Ha, qanday bo'lsin? Ha. Sencho Urumchida xizmat izlab boqmadingmi? İzlemedim aka. Bir qancha shirkatlardan bu odam olamiz deb puxtirish chiqiribdi-ku. U yerga tizilmatmadim. Diplomni oldimda kudu ko'pamni yig'ishtirib, udil uyga keldim. Rost gapni qilsam, mening o'zimni juda bosh ko'tarib chiqqan. Yaraysa, o'g'il bola. Uka, o'z yutimizga yetadigan nima bor, ha? Shunday. Uning ustiga aka, dadam anamga mo'ylashinib qoldi. Endi turmusak bo'lmaydi. Shundami aka? To'g'ri. Ya Allah. Sizning qaytib kelganingiz bek yaxshi o'tdi bolam. Siz Urumchida qolib qolgan bo'lsangiz, men sizdan bu dunyo rozi bo'lmaydim. Urumchidagi o'g'limni ko'raman deb bu qirg'anjinimni so'rab, nalar yurtdim bolam. Uning ustiga yoq yurt deganda kelinga o'xshamaydi. Nevriga. Ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq deb yotlashib ketadigan gap. Xudoyim, u kunlarni mening ko'zim ko'rsatmasin. Shunga qaytib keldim-ku, jinim ana. Dada. Jimib ketding-ku. Nima o'ylayapsan? Mening o'ylaganlarim jiq bola. Oldi bilan sizlarning gapingni anglay dedim. Voy. Oldi bilan cho'nglarning gapini anglaymiz dada. Seningcha Qaysarjon nima ish qilsa bo'la? Mo'shaqda bir fikrini anglab boqayli. Men bu haqda g'am yeyotganimga xil uzun bo'ldi bola. Toshmi tushga yerda aziz degan gap bor. Mening Qaysarjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Adam bekler bu teşhis selamet maçlık var. Kenala bekler kenala ha. Ben selamet tutun mu? Ya şu ondan tabak üstü geldi. Ne vakit kepsi çıkın. Ha kenala. Çok tane. Çok tane. Ha. Allahu ekber. Ha, Qaysarjon ne? O'qish bitirib ketdi deb anglab, bir ko'rishib chiqay deb kirib qoldi. Yaxshi. Ha, Qaysarjon, shunda qilib o'qishni bitirib kelib qoldingmi? Ha.
Acayip uzun okup kettin cuma sen. Muş bütün dünyada kitapның hemmini okup olduğunu deyim ha? Unchi deyme emas aka. Ajaja. Muş anlasam oliy maktab degan muş cho'ng maktab degan gap ekan ha. Şunun qaraganda maktabinglar cho'ng o'xshaydi ha. Bir hech kizma kelamdi ya. Bekraxon. Bu cho'ng maktab degani yaning cho'ngligi emas, bilimning cho'nqurligini bildirdi. Bilimi cho'nqur maktab deydi ekanmiz-da. Ajaja shunchilab pulning beshiga suv quyib bo'lding. Zaten nima o'qiding? İgilik boshqarish kasbida o'qib keldim Bekrika. Elgek boshqarish? Men uyda tasqaydigan elgekma? Xudoyim tova. Men taq nima o'ginib keldik debdimi? Bu elgek boshqarishni o'rinchi ko'rib o'ginib keldim ukam. Bu onundan ko'ra ma'lum yuqurmaydiki, to'xtag'in erkakdan 6 oyda o'ginib bo'latding emasmi? Is sening o'tib ketgan umring seniki. Bekraxon. Elgek emas, igilik. İnimiz onundan başqa, yəni nurgun bilimlərini öyrənib gəldi. Ay bilmə, qıymaqon şu quruq gap qilishni öyrənib gəldi. Eliq televizorda chiqadigan eliq nimetelqi ko'zoynak taqib oldigan, 5 baqiraydigan taqirvash adamni nima deydi? Paraspurs. Ashuningdan quruq gap qilishni o'rganib keldi deyman. Paraspurs? Nima degan gap bu? Bekrikam professor demoqchi o'xshaydi. Dal shu. Mana mening o'g'lim mush muallim paraspursning mushta quruq gap setib, mushlarga o'g'lim mush hukumatning maosh berdigini faqat kallamda o'tmaydi. Sizlar o'ylab boqinglar, bu quruq gapni pulga sotamdi deyman. Uningdan ko'ra bizga o'xshay yetersa ketmanchadi bo'lmamda. Ana men bir kunning ichida 1000 og'izdan ortiqroq gap qilyapman. Men bir kimdan bir mo'jam bering demayman qo'y. Yaneliqi televizordalik bir so'zlaydiganlar bor. So'zlaydigan nima deydi uni diktator deymiz. Ashuni meni quruq gap qilib maash oldiganlar shu. Nima dedinglar? Diktator? Abdurrahimni jig'ini chil deb so'zlaydigan eliqi diktatorchi. G'asib etib. Shuni tushunmayman zavat. Jinqon qapaqada tushunmayman. Nima deydi ma'adacha? Diktator emas, diktor deymiz. Almashtirib qo'ydinglar sizlar mashqisini. O'xshash. Sizlar inimizni o'qitmasang bo'ladi demoqchiman. Yo'q. Qanday desam bo'lmaydi. Bundan bir gapdan gap chiqib deb qo'ygan gap bor. Xapolmagsizlar? Yo'q, uning xapolamdigan. Bu deganinglar to'g'rimi deb Bekraxon. Endi sizlar biz mushu o'qimaganning dardini hag'ichi tatdiq. Endi hozir degan bilim igilik davri. O'qimay turib bayoshat yashig'ili taraqqiy qilolmaydi. Sillim og'a. Televizorni o'rganib olgan 4 qiz gapni nega basang shu deydigan bo'lyapsizlar. Sizim kasda hozir kelma. Kel hadi. Qanaqa ash suv qolmasin. Qadranka. Dada, pulodi yigina yana. Obda yedim hala. Obda yedim. Aka sencho. Alamiz. Dada. Baya bir gap boshlagandan oxirin degina. Nima deyishyapti? Qaysarjonninki xizmat ishi to'g'riliq qaralmoqchilar. Ishim ekan. Taşmo çıkkan yerde ezilgen gap. Qaysarjon Ürümçide o'qib, Ürümçide qolmay yurtga qaytib keldi. Bu nayt yaxshi bo'ldi. Uning tanlashi hurmat qilamiz. Meningcha Qaysarjon davlatning bir tutash imtihonida qatnashib, mushu yezimizga kadr bo'lsa, yezimizning taraqqiyoti uchun asli qo'shsa bo'larmikin deyman. Mushundoq bo'lganda hammamiz xotirjam bo'lgan bo'ldik. Men bir gapim deb boqayım detse. Dangla, xotin, dangla.
Ma Qaysarjon balamning Urumchida qilib qolmay bizning oldimizga kelganiga men bexoş oldum. Endi ilgarki yillarda namratchilikning dastidan ma cho'nglarni oliy maktabda o'qitamapti ekanmiz. Endi hali kunimiz yaxshilanibdi. Qaysarjon balamni o'sma oliy maktabda o'qitib oldik. Endi ma'limiz shaharga yaqin bo'lgandikan Qaysarjon bir shaharda bir kadr ulab qolsa, bizdek bir to'ptamanda jafo tortmay pokiz bir rohat ko'rsa deydigan bir orzum bor-da. Oy, qaraganda endi tug'ilib o'sgan yurtinglar ko'zinglarga to'ptaman chet ko'rinayotgan xotin. Şanımlı bolsun, bu yurtning bir chimdim to'psig'ini qarzdor bizmi? Yo'q, deyman endi. Mushkullarga ulashqicha nima kunlarni ko'mdiq desa? Endi Qaysarjon shaharda bino yashsa, biz shaharda kadr o'g'limiz bor deb, heptida bir digidek kirib chiqib, meydimizni kirib yumamto. Voy ana, ilham meydonni tek götürüp gelip jirsan bo'ladi. Balam. Bizning bu Tugman kentidek chiroyli mehri issiq yurt nerede bor? Konular jigdi darxi badr olmaz. Dehqon bolasi kadr olmaz deb bekor aytmagan. Bizning yaralmışımız dehqon, rizqimiz yerda. Akam o 10 necha yildan beri savdoga kirishib oldi. Men dehqonchilikning ishlarida yolg'iz qolib qoldim. Meningcha bo'lganda Qaysarjon bana yordamlashib, ilmiy usulda dehqonchilik qilib, mush oilamizning qo'lini chimatgan yaxshi. Qanday deydi? Endi magap chiqib qoldi. Qaysarjonning ishi endi sizning uyning ishi bo'lsa-mu? Men bir qo'shnanglar bo'lgandan bir ikki shingil gap qilgim kelayotganda. Gap qoldi bekrahma. Hammangni bilasizlar. Mavo maymoq majlisidagi Rahman Cho'gun degan bir odam bor. Ash bir munch pul g'ajlab, bolasini oliy maktabda o'qitdi. Oxiri u balni kadr qilolmay, ilib uni qilib yuradi. Men ashning qarsamza, ichim og'rib qoldi. Men gapni shu uzib tashlab suyga shetganda kis qildigan o'yin bor meniki. Mavi osmondagi g'azning sho'g'isiga nanchilab yegin olmaydi. Ma hukumatning maoshini mo'g'va elish unchla asa ish emas. Quyruqdan bugungi o'pka yaxshi deydigan gap bor. Endi Qaysarjonni imtihon bergizib, imtihondan o'tkazib, bir kadr qilib, bir 4 tanga pulni ekilib, meni bir hajlangni ana dada degicha kim bor, kim yo'q. Uni endi biz tutmaymiz. Shunga mush jonga esqatadi qanday bir. İşni qiysinmi deyman. Voy. Bu uzib gap qilim deb tag'a deb quruq gapni qilib o'tkazdi. Men naq gapni o'zini danglar bekrah. Voy bir to'xtab turmangsizlar. Naq gap deganga endi kelmamda. Ben so'zim ele demkezlar. Qaysarjon ukam, quliqingni dim tutib angla. Hozir vaqt bizning mahalda vaqt jiddiy muhim lozim bo'layotgan bir necha turli ish bor. Buning birisi satrashlik. Muşu tüzlük bir çat sakalını yazgıdak bir satraş yok mu mende? Voy, tudaqni satraş bağı. Sakal taqalaq qilmay kim turun la? Uning ismi satraş o'zini bo'lmaydi va bu adam bağı bir ömür meni bir tüzlük bir yunagi pishib o'tgan odam emas ha. O shu amalsizlikda bu menda bo'lmaganiga uni yastyapmiz. Qaysarjon degan yosh, aqlli unda Yunan degan bağı bir sudini egallab buldi. Şunun bilan bu bir ömrümü savabli günah qilib o'tdi demasmi? Yani birse mush bizning malida mush go'sh kishni yoqadigan odam yo'q. Go'sh kishda. Men bog'a qadranka. Mush go'sh kishiga alamat. Mush shahar kirib qolsam, mush go'sh kishidan birni olib qiziq chaqib to'girab yeyolmasam, shahar kirganda bo'lmaymi emasmi? Şuna Qaysarjonga bağı 4 dokunuşqa go'sh kish dukundan birini echib bermas. Shunda bilan bağı pul degan mana va keldi degan gap o'zligida keldi. Qanday dedim?
Qo'shna, maslahatingiz shumi sizlarniki? Ha? Qanday deysizlar? Unda shu olgan bo'lsa, biz bu bolani to'liq o'tirib chiqarib oliblar, nega bertibdanlar. Endi bu inimiz shuncha yil o'qib kelsa, o'rganganini ishlatmay, nega berdi shu ama? Qiziq gap qilayotgansizlar jumasizlar. Voy, abiyatin sizlarmi menga yordamlashib dehqonchilik qilsin, da'vat etinglar. Bu yeteriydigan, ketmen chopadigan ishni oliy maktabda o'qimizmi qilg'ini ular o'qiydi. Men mana ilmiy usulda degan gapni qo'shdim. Bu deganlik, o'qigan bilimiga tayinib, ilmiy usulda dehqonchilik qilish degan gap, Bakraxon. Qasmaxon, bizning ota bobolarimiz bor. Oliy maktabda o'qimay, dehqonchilik qilib, yetirib ketgan. Bu bolalarga taqa bizdek yetirmaydi, bizdek ketmen chopanmaydi. Bunda ishni var, bizde o'rgan usulda. Asli deganchi bo'zi var, satrashlikmi ilmiy usulda qilsa bo'ldi. Go'shni yaqishnimi ilmiy usulda yaxshi bo'ldi demasmi? Yana desam, yana davr deyam, adash. Voy, bu ikkisi o'xshamaydi deyman. O'xshash. 28-16 bu ishdan jungtan bal bir gap. Qanday dedim Qaymoqot? Voy, bizlar mugdab o'tame bir ikki qiz gap qilamiz. Qiziq gap qilsin o Bakraxon. Buni deyishmaydigan ish olmaydi. Qaysarjon kelishdi fikriyapti gap. Ha, sechaman ke oldim. O'zimcha yaxshirotamsan. Shu hozir uydagilar bilan birga. Seni de ko'rgim keldi. Unda o'smay sana ilg'ich telefon qaytaray, ya? Ma'qul. Ma'qul xo'sh. Biz bu ishni hamda dadam, anam, akamlar ko'p maslahatlashdik. Qaysarjon. Bu to'qi dangal tushaydi, o'chki jangal deb biz nima o'yda, sen nima ko'yda. Tabiat nurg'un odam sen uchun bosh qatiribsa, bu sen ajib o'tiramaysan bu. Anlavatım aka şu muhim bir telefon gap qilib. Çoğla gap qilganda zanchilik anlıqlıq bolam. Bo'lmasa adabsizlik qiladi. Ma'qul dada, ma'qul. Qaymjon, Xo'sh. bolam sen bir gap qilmamsa. Ma'qul dada. Mening fikrim hech qaysinikiga o'xshamaydi. Anam, dadam seni kadr olsun dedi. Bu mu yaxshi maslahat bo'ldi. Ammo hozir kadr bo'lishmi uncha oson emas. Uning ustiga Qaysarjonmi hukumatning ish o'rinlashtirish afzal siyosatidan voz kechib yurtimizga qaytib keldi-ku. Shundoq qilgan. Ha, shundoq. Endi hozir ma hukumatninki yukini yengillatish. Oliy maktab o'quvchilari o'z oldiga egilik tiklash tashabbus qilinadi. Endi Qaysarjonning dehqon bo'lish masalasi kelsak, Qaysarjonning o'qigan kasbi buniga toza mos kelmaydi. Qaymoqot, ishchinglik menda bir kirib chiqsam, mening gapim qulqonlar sal yiqib qolgandek qiladi. Ayna. Bo'lmaydi Bakraxon. Sizning bu maslahatinglar texmi bo'lmaydi. Mening gapim tex tugimida. Men shu tijorat qilish jarayonida tuzuk o'qimaganning dardini yetkichi tortdim. Ishkir o'lkalarda bu xanzu tilini bilmaganligim uchun ko'rmagan kunni ko'rdim. O'tgan bir yili mush to'xtamni joyida tuzamay, qo'ymichiga uchrab, bir munch ziyon tortdim. Endi buni so'zlab kelsam, gap batchiq. Shunga Qaysarjon endi qaytib keldi. Shunga u mening savdo ishlarimga yordamlashib, yenimda tursa, men uningga to'xtam bilan muqim maosh bekitib bersam. Mening tajribam bilan Qaysarjonning bilimini birlashtirsak, savdo tijoratimizni bir gullandirgach, asta-asta bu korxonalash yo'liga mansaqmikin deydigan xiyolim bor edi. Senin bu gapingning asosi va bolam. Mushundaq qilsanglarmi yurtimizga his qo'shgan bo'lsa. Qani, Qaysarjon bolam, sen o'ylaganlaringni bir de baqa,
Men Assalomu alaykum tuqqanlar. Va alaykum assalom. Voy, sekretar keldi. Voy, Allohu akbar. Bular tinchlikmi? Mama Qaysarjonni o'qish bitirib qaytib ketdi deb anglab, yo'ldan o'tib ketayotgach bir ko'rishib chiqay deb kirishim. Bunun ustiga men Bekraxon bilan ayrim bir deyishadigan ishimiz bordi. Qaysarjon, muborak bo'lsin, ha? Rahmat Hashimka. Anim bo'lsa, bizning kentimizda yana bir ixtisos egisi bo'lgan bo'ldi mana. Rahmat Hashimka. Rahmat. Ya Allah, sekretar, ya Allah. Bizning o'yligimi qadimingni yetdi ekan juma. Yetmemdigan qiymaxo, yetmemdigan, ha? Anlasam çoğun bir iş tutuş kılıyorsunuzlar. Ha? Mandarak bir işim vardı dep biz izlemizdek siz bizni izlep mi koymasın ha? İzdeymiz sekretar, izdeymiz. Hem de ben açmışmıgıca tuvakını açmayı turdu dedik şu. Bala, Hoş dada. bizden mahbi bir işini planlayatamsan değil mi? Ay ya dada. Ben üzümüz bilişidiğen bir iş vardı. Sekretar, Ha? meni alayda izlab kelganlari qaraganda quloq xo'shaqida bir ish bog'ishmanda. Ya Allah Bekraxon. Ha? Sizler ahatidan kaç kişi hoş haber tabağı kılıp yürüyorsunuz ha? Ağzınızdan bir ağız bandak. Vay sekreter, ben kılıdığım bir iş var mı dep ağzınızdan bir ağız gap çıkmaydı aslında. Bommuş olmuş, töben durmuş kapalet pulunla. Her ayda toluk elibatsızlar. Voy sekretar, nima bu kapalet tapalet degan maoshim ne desa bunda. Adamning obro'yim tushamay bunda. Chiroyliroq qilib deylar bunda. Maaşını elibatı da maaşını. Ha şu hükümet berib diken aldoq. O'zimizning rizqi ekan shu. Elib yatimiz shu. Maa geldi kara. Kızlık yapıldığı Bekraxon'da bu. Kadranka, qarasam chiroylari bir o'tdan turibdi. Mening azroq ishim batdi. Men boshqa kuni bir vaqt chiqarib sizlarni olay deb yo'qlab kelay. Fimaxo, men chiqay. Bunda biz qilishga tegishli ishlarni bo'lib qolsa, bizni tatmay izdanib juma, bizni isqat emas. Ya izdeymiz. Bu bir ish kun ichida sizni ishxonaga izdigili bordi. Nim bo'lsa? Lider aka, lider shirkatning xo'jayini degan gap. Ola yarana. Xalqaroliq shirkat qursa, o'zing lider bo'lsa, baq. Hasanjon ukam, rahmat. Sizni bak jiq avar qilib yotdim. Nimaga rahmat deylar qiyimka? Bu bizning qilishga tegishli ish emas. Sizlarning qaddinglar ko'tarilsa, bizning yezig'imiz shanshirab keladi. Bizmi xo'sh yo'limiz emasmi? Qiyimjon, nemish bu? Allah, kömürtmesme. Qiyimjon, sekretar. Nim bu etdiganda mashinani yurib paqir tutay debsiz-da, ha? Sizlar manda bir ish qopdim deb bizga bir ig'iz mo'rab qo'ymabsizlar ya Qiyimjon. Og'inlar, bu ishda ziyon tortmaymiz deb qasingni o'tdi qila olasizlar. Bol, kallan qo'dangishib qoldimi? Kechidan beri xotning quliqani to'lg'a o'xshamadi. Nima deb yo'lyapsiz? Men emasman. Men bay demidimmi? Pul sinib faqat joy turmadi deb. Sizlarga ma xo'shni qulimga salom sayt qo'yinglar. Allah avval so'rab qo'yinglar menda. Azizane diyor